Assalomu alaykum. Bugun Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Moliya va bank ishchi konfederatsiyasi stajyor o'qituvchisi Arslon Abduqodir tomonidan audit darsidan video dars. Mavzumiz auditorlik tekshiruvini rejalashtirish. Har qanday faoliyat, xususan auditorlik faoliyati ham samarali bo'lishi yondashuvi avvalo uning puxta, aniq rejasi yoki dasturini tuzish lozim. Ularda belgilangan aniq vazifalardan kelib chiqadi. Mazmunda qo'yilgan maqsadlar rejalashtiriladi. Mijoz auditorlik firmasining munosabatlari bo'lib, auditorlik firmasi mijozni baholaydigan, keyin mijozni maqbul deb topsa, bitim tuzishi, yopilishi haqida kelishuv xati yuboriladigan bir yo'qlama harakat, bitta ko'cha emas. Auditni rejalashtirish bosqichlari O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 10-noyabrda Adliya vazirligi tomonidan 837-sonli raqam bilan ro'yxatga olingan 3-sonli auditorlik faoliyatining milliy standartlari hamda auditni rejalashtirish nomli 300-sonli xalqaro audit standartlariga muvofiq amalga oshiriladi. Auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayoni bosqichlari: birinchisi, auditning dastlabki rejalashtirish, ikkinchisi, auditning umumiy rejasini tayyorlash, uchinchisi, audit dasturini tayyorlash. Rejalashtirish xususiy tom ma'noda o'ylaniladigan, bunda 3 nimasi bor: uyg'unlik, kompleksizlik, uzluksizlik va maqbullik. Birinchisi, auditning dastlabki rejasi tuzishdan tortib to umumiy rejasi va dasturini tuzgunga qadar bo'lgan barcha bosqichlarning o'zaro bog'liqligi va muvofiqligini ta'minlash tarzida tutiladi. Uzluksizligi: tekshiruvda ishtirok etadigan auditorlarga kelishilgan topshiriqlar belgilanishi va rejalashtirish bosqichlaridir. Muddatlar hamda tarkibi bo'linmalar bo'yicha bog'liqligiga bo'yicha ifodalanadi. Maqbullik: rejalashtirish chog'ida auditorlik tekshiruvi o'zi belgilangan mezonlar asosida auditning umumiy rejasi va dasturidan maqbulini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lishi zarur. Auditni dastlabki rejalashtirish bosqichida auditni rejalashtirish nomli 3-AFMSning 12 va 13-bandlariga muvofiq auditorlik tekshiruvlari o'tkaziladi. Faoliyatlari to'g'risida to'liq axborotlarga ega bo'lish talab etiladi. Auditorlik uchun dastlabki rejalashtirish jarayonida xo'jalik yurituvchi subyekt to'g'risida axborot olish manbalari: xo'jalik yurituvchi subyektning ustavi, xo'jalik yurituvchi subyekt ro'yxatga olish to'g'risidagi hujjatlari, xo'jalik yurituvchi subyektning hisob siyosati va unda o'zgartirishlar kiritish tartibida soluvchi hujjatlar, xo'jalik yurituvchi subyektning ro'yxatga olish to'g'risidagi hujjatlari, kuzatuv yoki ijroiya organlari aksiyadorlar yig'ilishining yoxud xo'jalik yurituvchi subyektining boshqa shu singari boshqaruv organlari majlislar bayonnomalari, buxgalteriya hisobotlari, statistika hisobotlari, xo'jalik yurituvchi subyektning shartnomalari bitimlari, auditorlik maslahatlarining ichki hisobotlari, korxonaning filiallari va shu'ba jamiyatlarining ro'yxatlari, xo'jalik yurituvchi subyektning ishlab chiqarish va tashkiliy tuzilishlari, tartibga soladigan hujjatlar, ularning filiallari va shu'ba jamiyatlari ro'yxatlari. Auditorlik shartnomasi tuzilgandan so'ng tekshiruvning umumiy rejasi tayyorlanishi va auditorlik guruhi rahbarlari tomonidan tuzishi hamda tasdiqlangan bo'lishi lozim. Auditorlik tekshiruvi uchun vaqt sarfini rejalashtirishga ta'sir etuvchi omillar: haqiqiy xarajatlar. Bundan oldingi davrda takroriy audit o'tkazilgan taqdirda vaqt sarfi, hisob-kitobi va uning joriy hisob-kitoblar bilan aloqasi, auditning muhimlik darajasi, auditorlikning riskli darajasi, auditorni ta'minlash ko'lami, hajmi yoki tekshiriladigan obyektlar hajmi 14-sonli AFMSning muvofiq tanlab tekshirish o'tkazilishi. Auditning namunaviy umumiy rejasi. Unda tekshiriladigan korxonaning nomi, audit davri, kishi soatlari, audit guruhining rahbarlari, auditorlik guruhining tarkibi, rejalashtirilayotgan muhimlik darajasi hisobga olinadi.
bajarilishi rejalashtirilgan ishlar tartiblari, o'tkazish muddati va vaqti, bajaruvchilar, qo'llaniladigan audit usullari va qo'shimcha izohlar talab etiladi.